Voy. Bu yerda chekish mumkin emas. Sizga yoqmaydimi? O'zimga ham yoqmaydi. O'rganib qolganman. Eshitaman sizni. Men ko'chani qiziman. Ko'cha qizlari har xil bo'ladi. Aynan qaysi ko'chani qizisiz? Fahshni yaxshi ko'radiganlar ko'chasidanman. Unda hayotingiz juda ham go'zal bo'lsa kerak-a? Kayf safo, oson keladigan pullar, yo'lingizga intizor oshiqlar. Shunaqa desa ham bo'ladi. Mazza qilib yashayman. Aytganimni erkaklar bir zumda muhayyo qilishadi. O'z xotiniga sarflamagan pullarini meni bir onlik ehtiyojim uchun berishadi. Ularga shunchaki istagimni aytishimni o'zi kifoya. Hamma bir oyda itday ishlab topadigan pullarini men bir kunda o'ynab kulib topaman. Mazza qilib yashayotgan bo'lsangiz, unda nima muammo? Sog' ekansiz. Bu yerga nimaga keldingiz? Kim aytdi meni sodiq? Ba'zida meni hech narsa xursand qila olmaydi. Qimmat sovg'alar u, hatto yigitlarni erkalashi ham yoqmaydi. Ular sizni yoningizda ko'p bo'lishadimi? Yo'q. Ishlari bitgandan keyin darrov ketishadi. Yigitlarni bir lahzalik xursandchiligi uchun xizmat qilaman deng. Ha. Lekin oxirgi payt nimagadir yuragim siqilyapti. Hayotdan zavqlana olmayapman. Sizda ham yurak bormi? Bu nima deganingiz? Odatda sizdaqa ayollarning yuraklarini nafslar yeb qo'ygan bo'ladi. Ularda na yurak bo'ladi, na vijdon. Iymonni-ku gapirmasa ham bo'ladi. Haqorat qilmang. Biz ham odammiz. Sizlar odamgarchilikdan chiqqansizlar. Yerga urmang. Sizni maqtashgani uchun kelganman. Haqoratingiz eshitish uchun emas. Doktorlar asal berib davolamaydilar. Dorilarning kuchlilari zahardan tayyorlanadi. Agar tuzalaman deydigan bo'lsangiz, sizga ham zaharli dorimiz bor. Avval tashxis qo'yib olishimiz kerak. Xo'p. Meni tashxisim nima ekan? Aytaveraymi? Chidaysizmi? Chidayman. Siz hojatbaror hojatxonasiz. O'tiring. Hali gapim tugagani yo'q. Tashxis aniq. Agar siz hozir o'zingizni isloh etmasangiz, hadamay ko'milib ketasiz. Menga haq to'lashyapti deb xursand bo'lib yurgan ekanman. Ular aslida